Namanganda chempion uzi mutaxassislaridan biri Kamoliddin akam bor. Kamoliddin aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Bir kunda nechta uzi tekshiruvni o'tkazasiz? Bir kunda 25-30 tagacha. 25-30 ta. Eng ko'p kasalliklar bo'yicha qanaqa kasalliklarni aniqlayapsiz? Bizni tabobat klinikamizda ko'pincha virusli gepatitlar, jigar sirrozi, o'sma kasalliklar, Onkologik kasalliklar aniqlanyapti ekan. onkologik kasalliklar ko'p. Natijani ham shu yerda olib ketishyapti ekan. Murod shifo tabobat klinikasida operatsiyasiz, dori-darmonlarsiz shu deyarli 2 asrdan oshiq tarixga ega bo'lgan shu tabiblar shajarasi orqali Yulduz Xonapar boshchiligida mana shu yerda bemorlar shifo olib ketishyapti ekan. Uzi bo'yicha chempionlari shu hozir bitta hojonamiz ham bachadonlarda kista aniqlanibdi. Shu. Mabodo kelmoqchi bo'lsalaring Kamoliddin akamga bemalol kelaverasizlar. Nechidan nechaga shu yerda bo'lasiz? Ish vaqtimiz ertalabki 8 dan o'sha 3-4 gacha shu yerda. Obeddan keyin o'sha 4 gacha shu yerda bo'lar ekansizda. Juda ham soz. Bemalol kelaverasizlar. Manzil so'zini qoldiring, lokatsiyalarni tashlab beramiz. Mabodo og'ir tekshiruvlar, chuqur diagnostikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, UZIda mana Kamoliddin akamga bemalol kelaverasizlar. Videoga like bosib, manzil so'zini qoldiring, hamma ma'lumotlarni tashlab beramiz.